Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz davlat xaridlarining samaradorligi oshirilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Davlat xaridlarining samaradorligi oshiriladi. Farmonga ko'ra, 2027-yil 1-yanvardan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining davlat xaridlaridagi ishtirokini kengaytirish maqsadida davlat xaridlarida xarid predmetini texnologik zanjirlar, funksional bosqichlar va ish turlari kesimida alohida lotlarga bo'lish amaliyoti joriy etiladi. Korporativ buyurtmachilarda professional xaridor sertifikatiga ega mutaxassislar mavjud bo'lmagan taqdirda 2028-yil 1-yanvardan boshlab ular davlat xaridlarida ishtirok etishi taqiqlanadi. 2026-yil 1-iyuldan vositachi broker va yoki dilerlarga ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma tuzish orqali ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davlat xaridlarida sotish huquqi beriladi. 2026-yil 1-apreldan boshlab byudjet buyurtmachilarining davlat xaridlari doirasida chet ellik yetkazib beruvchilar bilan bir qatorda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirok etganda ularga nisbatan taklif etilgan eng past import tovarlarining narxidan quyidagi miqdorlarda narx preferensiyasi beriladi. 3 ta va undan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda 15%, 2 ta mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda 12%, bitta mahalliy ishlab chiqaruvchi ishtirok etgan taqdirda 8% miqdorda. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.